har qanday food bloger bilan bellasha oladigan qaynanamni apelsinli keksini bugun sizlarga retseptini beraman qizlar. Buning uchun bizga bitta apelsin mana shunaqa to'g'rab olamiz. Uni pogruchnoy blender bilan yaxshilab maydalaymiz. Unga 3 ta tuxum, 1 stakan shakar va 10 osh qoshiqda podsolnechnoy maslo solamiz va hammasini blenderda yaxshilab aralashtiramiz. Aralashgan massamizga 2 stakan un solamiz. Aynan sovetskiy qaynanamiz stakani bilan 2 stakan un bo'lishi kerak. 2 pachka razrıhlitel solamiz. Unlarimizni qolganini ham solib, yaxshilab aralashtiramiz va massamiz mana shu ko'rinishga kelishi kerak qizlar. Demak, tayyor bo'lgan xamirimizni qolipga qog'oz yoyib, qolipga solib, duxovkaga isib turgan duxovkaga 160 gradusga qo'yamiz va bitta apelsinni sokini chiqarib olamiz. Yaxshilab gazga qo'yib qaynatib, uni ustiga 6-7 osh qoshiq shakar solib, bitta qaynatib olib, mana shunaqa sirop tayyorlab ustidan quyib yuboramiz. Qaynoq holatida quyib yuboramiz. Buni aromatini uyi olib ketdi, bu aromat. Mana shunaqa keks, bay deydimi? Mazasi shunaqa zo'r bo'lgan. Hidlarini ko'rsanglar qizlar. Yoqimli ishtaha, bizga ham, sizlarga ham, qaynanamga bitta like.